Hurmatli Prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, hozir men sizga Ikkinchi jahon urushi boshlanganda 1941-yil o'rnatib qo'yilgan yog'ochdan qilingan elektrosimlar tortib baylaydigan stalbani ko'rsataman. Bu stalba xavfli holatda turibdi, sinib ketishi mumkin. Hozir hech qayerda yog'ochdan qilingan stalbalar o'rnatilmaydi. Andijon viloyat Baliqchi tuman Chinobod qishlog'imizda elektroenergiya masala bo'yicha umuman tartib yo'q. Telefon Beeline 91lik 620 40 02 raqam egasi Abdusalom Chinobod hududiy elektro tarmoqlari ta'minoti bo'lim boshlig'i qilib saylangandan beri elektroenergiyani xohlagan vaqtida o'chirib va xohlagan vaqtida yoqadi. Farqi yo'q. Terakni balki qimirlasa ham, shamol bo'lmasa ham yoki havo ochiq bo'lib yomg'ir yog'masa ham Chinobod xalqi yoqilgan elektr energiyaga pul to'lasa ham baribir elektr energiyani o'chirib odamlarni qiynaydi. O'zbekiston mustaqil bo'lganiga 34 yil bo'ldi. Chinobod qishloq odamlari Rossiya, Amerika va Yevropa davlatlariga o'xshab yaxshi yashash uchun yana 34 yil kutish kerakmi? Abdusalom o'zi aslida Chinobod qishlog'imizda emas, eski Haqlobod qishloqda yashaydi. Andijon viloyat va Baliqchi tuman hokimlariga davlat oylik to'laydi. Hech bo'lmasa davlat bergan oylikni halol qilib olsin. Lekin Baliqchi tuman hokimi Abdurayimov Jasurbek 500 ta sigir va novvoslar olib, teplitsa, parniklar, fermalar va baliqxonalar qurib, 30 gektar yer olib, balkim undan ham ko'proq yerlari bordir. O'zini o'zi boy qilish bilan ovora. Baliqchi tuman hokimi qaysi pulga oldi? O'zini oylig'igami? Hurmatli Prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, siz qancha qiyin bo'lmasin mahallalarni obod qilish uchun bog'cha, suv, yo'l, tibbiyot va elektr energiyani yaxshilash uchun 31,5 trillion so'm pul ajratilgan. Shuningdek, o'g'ri bo'l, insofli bo'l. Jinoyatchilik va korrupsiyani O'zbekistonda yo'qotib bo'lmayapti deb aytgansiz. Hurmatli Prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, men sizning siyosatingizga tushunmay qoldim. O'g'ri bo'l, insofli bo'l deb aytgan so'zlaringiz bilan siz vakillaringizga yana ham ko'proq o'g'rilikka va korrupsiyaga keng yo'l ochib beryapsiz. Hatto Amerikani prezidenti Donald Trampdan, Rossiya prezidenti Vladimir Putindan va Yevropa davlatlarining prezidentlaridan ham siz aytgan gaplarni eshitmadim. Dunyo bo'yicha hech qaysi davlatlarda jinoyatchilik va korrupsiyani butunlay yo'qotib bo'lmaydi, lekin 50%, 70% va 90% ga kamaytirish mumkin. Bu hamma davlatlarning prezidentlariga va o'zini odamlarini tarbiyasiga bog'liq. Bizga 2018-yil qurilgan ko'p qavatli uylarimizning oldida oldin 80 yil oldin o'rnatilgan eski yog'ochdan qilingan stalbani olib tashlab, o'rniga yangi betonli stalba o'rnatishga va eskirib 40 ta va 50 ta uloq bo'lib baylangan elektro simlarni olib
tashlab, o'rniga yangi elektr simlar tortib berishni ham xohlamadi. Shu ish bo'yicha savol tug'iladi. Yangi elektro transformatorlarni, elektro kabel simlarni, kabel simlar o'laydigan betonli stalbalarni va elektro hisoblagichlarni bozorlarga olib borishib, sotib yuborishyaptimikan? O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti zimmasiga yuklangan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman. Har kuni raqiblardan ham ko'p narsa o'rganishim kerak. Nimaga desangiz, faqat Mirziyoyevning fikri yo bizning partiyaning fikri to'g'ri emas, ulardan ham o'rgan. Hamma topshiriq beryapmiz, lekin ertaga svet o'chganda qishda Turdimov demaydi, Mirziyoyev deydi. Mirziyoyev qarayapti, nimaga Samarqandda svet o'chyapti deydi. Rayon hokimini aytmaydi, viloyat hokimining o'rinbosari oylik olyapti, shu sohaning egasi noinsof deb aytmaydi hech kim. Shuning uchun Turdimov bugun chiqib 650 million kilovat nima bo'ladi degan savolni tilxat bilan yozib berib, men butun internet orqali xalqqa tarqataman. Men hokim bo'lib kafolat beraman, komanda bilan. Bo'lmasa, ana u mo'ningni bugun ishlab ketaman. O'tir. Palmarjon issiqlik stansiyasining 800 megavatli energiya blokini ta'mirlash 6 oydan beri yakunlanmagani natijasida 3 milliard kilovat elektr yetkazib berilmadi. Shuning uchun energetika vaziri o'rinbosari Hajjayev degan vallomat issiqlik instansiyasi rahbari Farhod Abdurahmonov ham bugun ishdan oldin qarorga qo'l qo'ydi. Umuman Azizov Yo'ldashev bugun ishdan olingan hamma rahbarlar bo'yicha alohida menga axborot berasizlar. Juda qattiq talab, tartib, intizom, tizim bo'lish kerak O'zbekistonda. Hududiy elektr tarmoqlari janob Mustafayev past quvvatli tarmoq va transformatorlarni yangilash bo'yicha reja 50% ga ham bajarilmagan. Men ertaga e'lon qilinsa bilaman. Xudoga shukr, men 10 yil bosh vazir bo'lib kabinet qarovlab o'tirganim yo'q. Qo'lni ko'lda nima bo'layotganini bilaman. Boysunda nima qilganini bilaman. Qo'rg'ontepada qanday otni kim minganini ham yaxshi bilaman. O'rtoq Qo'chqorov o'zini pastostidagi o'zi yangi vazir, lekin u eski illat qolganlar hammasi pastda o'tiribdi, kalamushdan qolganlar. Ularni yo'q qilmagancha men bu odam bilan ishlamayman. Kecha aytdim. Senga 10 kun so'rab, hammasini haydaysan dedi. Birortasi qolmash kerak. Yoshgina tajriba kerak emas. O'zi mana shu millat sevgan odam kerak. Qat'iy nazar qaysi millatdan bo'lishdan. Mamlakat sevgan odam kerak. Aytinglar menga, men yana nima qaror chiqaray? Aytinglar menga, men yana nima qilayin? Odamlar ishonish uchun bizga. Aytinglar, taklif beringlar, yozinglar, taklif beringlar. Mana bu falon bo'layapti, mana bu piston bo'layapti deb. Katta rahmat ommaviy axborot blogerlarga. Ko'p narsalar hozir O'zbekistonda ochiq, hamma buni ko'rib turyapti. Oldin yopiq edi. Lekin bitta narsani bilinglar. Bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi. Qanday ko'p ochiqlik bo'lsa, qanday ko'p ommaviy axborot vositalari odamlarimizga adolatli, haqiqiy muammolarni qancha ko'p bildirsam, men rahbar sifatida minnatdor bo'laman ularga. Qani byudjetni pul? Hamma kishiga ketyapti. 3 yil ishlamasdan to'rxona to'yatashib yuqurasan, men 20 ta mashina olasan. Qayerdan nima? Oylikdan olasan. Sen insofli bo'lgin, o'g'ri bo'l, insofli bo'lsan. Qachongacha fuqarolarni adolat izlab prezident devoniga borishga majbur qilasizlar? Bilib qo'yinglar, endi prezident nomiga yozilgan har bir murojaat belgilangan tartibda sinchiklab atroflicha qonuniy asosda o'rganib chiqiladi va qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'ygan sud organlari xodimlariga nisbatan jinoiy javobgarlikka tortishga qadar keskin choralar qo'llash masalasi qo'yiladi. Hududiy elektr tarmoqlari Chinobod qishloq elektr ta'minoti bo'limi boshlig'i telefon Beeline 91lik 620 40 02 raqam egasi Abdusalom har yili Chinobod qishloq markazida elektr energiyani xohlagan vaqtida va xohlagan soatgacha o'chirib yoqadi.
Endi hurmatli prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich Baliqchi tuman va Andijon viloyat hokimlari ustidan va Chinobod qishloq elektr tarmoqlari ta'minoti bo'limi boshlig'i Abdusalomni ustidan sizning nomingizga shikoyat ariza yozamiz.